11 metrlik pirsep. Mana bu yerga seyf ham bor. 4 metrlik seyf. Eshigi ham tepaga ochiladi. Mana 4 metrlik mana yerga paket qo'ysam bo'ladi, yosh qo'ysam bo'ladi. 3 etajlik. Uychasi bor. Uychasi utublit qilingan. Utublit qilingan. Mana bergan sefchasi bor bitta yoniga. Katta sef. Balon kalit qo'yish mumkin. Damkrat qo'yish mumkin. Katta sefi bor bu yerga. Arkasi ikkitalik balon. Zilovskiy 3 etajlik. Yig'ma. Mana yig'ilgan holati bu. Ochish mamnun bo'ladi. Mana palis olmadi. Buni ochiladi bu. Ochilgandan keyin rusumga boradi. Mana bu yerga palis qiladi. Böyle tamam. Ektesi keladi bu yoqqa. Ochilgan holati bu. Bu 4 metrlik. Bu aytganimizda mana 4 metrlik tagi sef. Bir adashmasam 1.25 ga, balandligi 50 sef bor. Oldida bittalik balon. Zilovskiy. Bu yerga ham eshik bor mana. Eshik qilingan. Zinasi ham bor, zina qilingan deb. Bemalol zina bilan chiqsa bo'ladi. Hech qanaqa qiyinchiliksiz zina bilan chiqsa bo'ladi. Mana tagi listdan. Biron joy taqillaydigan joyi yo'q mana. Yuryapman, umuman taqillash degan narsa yo'q. Listdan sorqa qilingan. O'ychasi utublit qilingan. Tepasiga mana luki bor, zavskoy. Eshik. Bexiga tirza bo'ladi mana. Luk desam. Eshik qullanadi ichkarida. Bu yer tirza. Bu tomoni ham shunaqa. Mana. Bu eshikka mana bu yerdan bir qo'yilgan. Ho'sh. 3 etajlik. Liboy yaxshi ketadi, 55 sm. Oralari 55 sm qilingan. Mana kasetalarning o'zi 830. 8 metr, ya'ni 30 sm, 2.70 o'lchasi. O'lcha 2.70. Mana poli zakon. Qalinlikdan qotirilgan, tagidan sorga qilib chilingan, taqillamadi. Bemalol yursa, umuman noqulay.